Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, biz kuzatib boradigan obunachilarimiz akalar, kartirish buvozlar. Mana G'ulomdagi agrotexnikalar do'konimizga akalar, ko'p mo'ykalarimiz uchun mo'ljallangan yangi turdagi 380 kartchilarimizdan optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi bilan ma'lumotini berib, tanishtirib, tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Hozirroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilamiz. Ko'pchilik akalarimiz Omax kartidan so'rashadi, lekin bizda Omax kartidan davlenasi balandroq, lekin narxi arzonroq, sifatlari ham sifatliroq variantlardan yetib kelgan mo'ykalar uchun. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan kartimiz 5,5 kilovatli, 380 voltga ishlaydigan kartimizdan yetib kelgan. Xo'p, davlenalari akalar 250 bargacha naporda bemalol urib beraveradi. Pompalari shu original katta pompalar bilan jihozlangan. Davlena datchiklari ham yaxshi katta davlena datchiklardan qo'yilgan. Agar Omax kartimizdan ustun jihatlari, xo'p, motorlari misli, pompalarini, zapchastlari arzon bo'ladi. Komplektda ko'p nimalar bor degan akalarimiz uchun komplektda original 350-400 davlena ko'taradigan pistoletlari hamda o'zini suv uchun mo'ljallangan filtrlari, keyin 10 metr original trosli ishlaylarni komplekt holatda qo'shib beramiz. Aytganda, bonus sifatida pompalar uchun qo'shimcha sandalarni ham komplekt holatda bo'ladi. 4 xil оборотda 4 xil nasabda bemalol sepib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Omax kartimizning narxi arzon, narxi $8. Kanal nomidan keladigan bo'lsa, optim narxlarda beramiz. Endi ukamizga kattaroq variantidan ko'rsatgan, kattaroq ishlar ko'proq olamiz, davlenasi balandroq bo'lishi kerak degan akalarimiz uchun 7,5 kilovatli variant yetib kelgan. Soatiga minutiga 16 litr surasxod qiladi. Davlenasi 350 bar. Bunga komplekt holat shunaqa narsalarni qo'shib beramiz. Pompalari original katta pompalar bilan jihozlangan va ballonlari o'zida qo'yilgan, xohlagan joylaringiz sudrab bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu kartirimizning narxi $830. Kanal nomidan keladigan bo'lsalar, chiroqlarni beramiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Pastda nimalar qoldirib ketyapman, pastdagi nimalarga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, optim narxda yetkazib beramiz. Like bosib, shunaqa karta qilib turgan tanishlarga jo'natib qo'yishni sizlar bilan chiqaring.